Assalomu alaykum, hurmatli Alobat akademiyasining kuzatuvchilari. Sizlar bilan birgalikda yana eng yangi namunadagi test tahlillarini ko'rishni davom ettiramiz. Dastavval undan oldin bir gapni aytib olsak, test tahlillariga mo'ljallangan alohida bizning pulli kursimiz mavjud. Bu yerda xo'p, mana 192 ta video darslik va 91 ta fayl bor ekan va 2 ovoz joylangan. Bu kursga qiziqqanlar yoki tahlillarni yana ham ko'proq formatda bilishni xohlovchilar Telegram orqali to'g'ridan to'g'ri menga bog'lanishlari mumkin. Bu 192 ta video darslik YouTube'ga qo'yilmaganlari hali bu. Demak, Telegram raqam 99 kodi bilan 448 44 03 raqamiga murojaat qilishlaringiz mumkin. Unday bo'lsa, birinchi variant tahlilni boshladik. Xo'p, birinchi savolga diqqat qiladigan bo'lsak, bu yerda responsible so'zi kelgan. Responsible'ni birinchi navbatda biz qaysi predlog bilan kelishini yoddan bilishimiz kerak. Yoddan bilmasak topib bo'lmaydi. Be responsible for degani bu ga javobgar bo'lmoq, ga mas'ul bo'lmoq ma'nosini bildiradi va to'g'ri javob C variant for. Talaffuzimda biroz xato bor. Boshdan aytib qo'yay, yana videoni ko'rgandan keyin izohlar yozib ketmasin, qator talaffuzingiz xato u bu deb. Chunki talaffuzim men arab tiliga moslashib qolgan. Shu sababdan ingliz tiliga aksent ancha yuqori seziladi. Ikkinchi savol. Ikkinchi savolga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda tasdiq so'roq gaplar qoidasi ketyapti. Tasdiq so'roq gapni javobini topishda biz dastavval yordamchi fe'lni aniqlab olishimiz kerak. İzleyimiz. Yordamchi fe'llar 4 ta bor. To do, to have, to be va will shall. Will shall ikkalasi birga. Uni ya'ni 5 ta ekan deb o'ylamang. Qidiramiz. Demak, to be yo'q, to do yo'q, to have yo'q, will shall yo'q. Demak, hech qaysi yo'q. Yordamchi fe'llardan birontasi ham yo'q ekan, keyingi o'rinda modallarni qidiramiz. Bu yerda modallardan should bor. Should modal fe'li bo'lib, maslahat ohangidagi zaruriyatni ifodalaydi. Xo'p, demak biz modal fe'lni oldik. Tasdiq so'roq gapda gap darak bo'lsa, tasdiq so'roq gap inkor bo'ladi. Gap inkor bo'lsa, tasdiq so'roq gap darak bo'ladi. Bu yerda shu darak shaklda biz demak inkor shakliga o'zgartirishimiz kerak. Inkor shakliga o'zgartirmoqchi bo'lsak, bunga not qo'shamiz. Not qo'shilgan variantlarni qidiraman. A variantda not yo'q, chiqdi. C variantda will bor, should yo'q, chiqdi. D variantda don't bor, should yo'q, ketdi. To'g'ri javob B variant. Har doim aytgan gapimiz, javoblarni orasidan faqat noto'g'ri javobni qidiramiz. To'g'ri javobni esa o'zi oxiri qoladi. Xo'p, dastavval variantlarga qaraymiz. Olmosh turini aniqlab olishimiz kerak. Olmosh turini aniqlash uchun biz o'zidan oldingi yoki o'zidan keyingi gaplarga qaraymiz. Mana bu yerda artikel olgan ot bor. Artikel bor joyda olmosh ishlatilmaydi. Ya'ni qaysi olmoshlar? Otga bog'liq bo'lgan olmoshlar bor bizda. Otga bog'lanayotganlari aniqlovchi olmoshlarimiz bor. My, your, his, her degan olmoshlar bor. Artikel borligi uchun bunaqa olmoshlar ishlatilmaydi. Xo'p, biz lekin undan oldingi qismga qaraymiz. Gave, bu yerda fe'l bor. Fe'ldan keyin to'ldiruvchi olmosh keladi. Variantlardan to'ldiruvchi olmoshlarni qidiramiz. Yoki to'ldiruvchi olmoshlar bir yozib olsak ham bo'laveradi hozir. Ochaylik. Mana bu yerdan shriftni o'zgartiramiz. 35 qilaylik. Demak, biz fe'l plus olmosh bo'lgandan keyin mana shu o'ringa shriftni ham almashtirdik. Times New Roman ko'z urgangan. Chiroyli-da, menga yoqqan ancha. Ana kalibri boshqa formatlardan ham ko'ra. Fe'l plus olmoshda olmoshning shakli har doim to'ldiruvchi olmosh bo'lishi kerak. Ya'ni fe'ldan keyin keluvchi olmosh bu, to'ldiruvchi olmosh. Ular qaysilar deganda me, you, him, her, it, us, them. Demak, mana shularni variantlarini orasidan qidiramiz. Bu yerda her bor. Hers degan javob yo'q mana bu yerda e'tibor bersangiz. Her'da o'zi bor, s'si yo'q. Demak, D xato. She bormi? Izlayman. Yo'q. Biz yozganlarning orasida she yo'q. Demak, B ham xato. Bizda A qoldi, C qoldi. Demak, A ham C ham to'g'ri. Lekin keyingi qismga qarayman.
Mana bu yerda after bog'lovchi, bog'lovchidan keyin ega fe'l keladi. Mana bu yerda fe'l bor, left, qoldirdi, tashlab ketdi degan, uni o'tkazib yubordi degani. Fe'ldan oldin esa qarang. Fe'ldan keyin olmosh keldi, to'ldiruvchi keldi. Mana bu yerda olmosh plus fe'l bo'ladigan bo'lsa, mana shu o'rinda olmoshni kishilik olmosh shakli ishlatiladi. Ular qaysilar? I, you, he, she, it, keyin we bor, they bor. Mana shularni izlaymiz. Demak, me bormi? Yo'q, me kishilik olmoshlarning safida yo'q. Me to'ldiruvchi olmoshlar safida bor. Demak, xato. To'g'ri javob A varianti. 4-savol. Be used to dan keyin fe'lning ing olgan shakli keladi. To'g'ri javob C varianti. Ing bu oxiriga ing qo'shimchasini qo'shilishi. 5-savol. His olmosh turiga e'tibor beramiz. Xo'p, aniqlovchi olmosh. Aniqlovchi olmosh. O'zidan keyin har doim otni talab qiladi. Ular qaysilar? My, your, his, her, its, our, their. Mana shu olmoshlar. O'zidan keyin otni talab qiladi. Demak, bu yerda his so'zi ishtirok etgan, bizga ot kerak. A variantda promote bu fe'l. Fe'lni oxiriga mana bu shin, ya'ni tion qo'shimchasini qo'shsak, u otga aylanadi. Masalan, bu qanday bo'lishi mumkin? E'tibor bering. Solve yechim topmoq degani, solution yechim otga aylandi. Yoki da adopt asrab olmoq degani, adoption asrab olish tarzida otga aylandi. Demak, mana bu tion degan qo'shimcha har doim nimani yasaydi? Ot yasovchi qo'shimcha. Demakki, ot yasovchi qo'shimcha ekan. To'g'ri javob B variant. Ing olgan narsa fe'l bo'ladi, ed olgan narsa sifat bo'ladi. To'g'ri javob B variant. 6-savol. Mantiqiy bog'liqlikni toping deyilibdi. Lekin buni tarjima qilamiz. Tonining pizza bari. Do'stlaringiz bilan birga pizza yeb rohatlanishni xohlaysizmi? Bu hafta faqat shu hafta katta pizzamiz uchun maxsus takliflar. Tarjimani qildik. Xo'p, endi bog'liqlikni qidiramiz. A variant aytayapti. Kichkina pizza sotib oling va maxsus narxda oling. Bu yerda kichkina pizza haqida gap ketmadi. Special price emas, special offers bor bu yerda. Maxsus taklif bor, maxsus narx yo'q. B variantda pay less at the moment for pizzas. Pizza uchun ayni vaqtda kam to'lang. Ya'ni yetarlicha katta bo'lgan pizza uchun kam to'lang. Do'stlari, boshqa odamlar bilan ulashish uchun. Endi buni qarang, bog'laymiz. Mana bu yerda with your friends so'zi bor, birikma. Do'stlaringiz bilan. Bu yerda to share with other people, boshqa insonlar bilan baham ko'rish uchun. Giant pizzaga pizzas big enough parafraza qilingan va ayni har doimgi narxda, lekin katta pizza olasiz, maxsus taklif bu haftaga deyilyapti. Demak, o'shanga katta pizza uchun lekin kam to'laydik, ortiq emas. To'g'ri javob B variant bo'ladi. Lekin biz qolgan variantlarni ham tahlil qilishdan to'xtamaymiz. C variantda aytayaptiki, Tonini barida ayni damda juda ham katta pizza faqat shu hafta bor deyapti. Bu yerda katta pizzani borligida emas, katta pizza bu taklif, maxsus taklif bo'lyapti bu haftaning davomida. Shunga ko'ra to'g'ri kelmaydi. Faqat mana shu haftagina bor bo'lyapti. Bu yerda faqat shu haftadagina katta pizzalarga maxsus taklif bor bo'lyapti. Shunga ko'ra mantiqiy bog'liqlik yo'q. D varianti esa Toni katta pizzani ortiq taklif qilmaydi. Bu yerda taklif qilib bo'lindi. Bu yerda does notni o'zi ortiqcha. 7-savol.
Mana bu yerda o'zlik olmishlardan bydan keyin har doim mana bu narsa borda hozir. Bydan keyin mana bu narsalar kelishi kerak o'zi asli. Myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, keyin themselves keladi. Bydan keyin. Bu yerda o'sha narsalarni izlaymiz. Bu yerda ourselves bor, itself bor. Biz s yoki dni belgilash uchun gapning egasiga qaraymiz. My brother and I, akam va men bo'lgandan keyin bu I bor joy har doim we ga yuradi. We ni o'zlik olmosh shakli esa ourselvesdir. To'g'ri javob C varianti. Qaysi gapda xato bor deyilibdi ekan? Birinchisida he doesn't, he ga does bo'ladi, to'g'ri. Does'dan keyin fe'l bir keladi, to'g'ri. Like coffee, coffee sanalmaydi, artikel ishlatilmagan, to'g'ri. But bog'lovchi, to'g'ri, virgul olgan o'zidan oldin. He drinks, he birlik, drinks fe'l birlik. Every morning, present simple kalit so'zi, bu to'g'ri. Demak, bir xato emas. 2. I'dan keyin have keladi, have'dan keyin fe'l 3 keladi. Visit, tashrif buyurmoq, shahar nomini oldi, to'g'ri. Last summer, o'tgan yoz. Mana shu joyda xato ketdi. Sabab last summer bo'lgan joyda present perfect zamoni ishlatilmaydi. Aksincha mana bu have ning borligi ortiqcha. Visited bu past simple bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Demak, 2 xato. B variantini belgilaymiz, lekin qolganini ham ko'ramiz. Always ravish so'z egadan keyin fe'ldan oldin joylashadi, to'g'ri. They'ga go, they ko'plik, go ko'plik, go'dan keyin fe'l kelsa ing oladi, to'g'ri. Before breakfast bu to'g'ri joylashgan. Bu yerda before breakfast nonushtadan oldin payt holi bo'lyapti. Our aniqlovchi olmosh, o'zidan keyin ot oldi, teacherni oldi. Give o'tgan zamon. As to'ldiruvchi fe'l, fe'ldan keyin to'ldiruvchi fe'l keladi. To'ldiruvchi olmosh, to'g'ri. Some o'zidan keyin sanaladigan yoki sanalmaydigan otlar oladi, to'g'ri. Useful advice kelyapti, chunki useful sifat, advice ot bilan sifat bog'langan, bu to'g'ri. Noto'g'ri javob esa ikkinchi savolda, ikkinchi gapda bor. Last summer bor joyda have visitedni bo'lishi xato. To'g'ri javob B varianti. 9. Reported speech. Gaplarni report qilishda inkor gaplar har doim to fe'l bir shaklida report qilinadi. Bu yerda inkor gap ekan, buni not to shakliga o'giramiz. Not to qaysinda bor? B variantda bor. 10-savol. Tagiga chizilgan so'zni eng yaqin ma'noni toping deyapti. Quick degan tez, slow sekin, delayed sekin, kechiktirildi degani, rapid tez, hesitant ikkilandi degan. To'g'ri javob 3, ya'ni tez degan, rapid. B variant. A wide dan keyin har doim keladigan narsa range so'zi. A wide range of degani keng ko'lamda yoki keng miqyosda yoki da turfa xil ma'nosini bildiradi. Bu yerda A variant to'g'ri. Demak, chizma berilgan. Chizmaga ko'ra taqqoslaymiz. A variant aytayaptiki, piyoda yurish eng afzal ko'rilgani. Piyoda yurishni foiziga qaraymiz, 5%. Yo'q, 5% kam. Bu yerda most preferred javobi ortiqcha. A xato. B varianti. Velosipedlar mashinalarga qaraganda ko'proq ishlatilarkan transportlar safidan. Velosipedlar 30%, mashinalar 45%. Mashinaniki ko'p, velosiped emas. Demak, B ham xato. C varianti. Metro kam afzal ko'riladi. Metro 20%, lekin undan kam afzal ko'rilayotgani piyoda yurish bor. Demak, C variant ham xato. D varianti. Piyoda yurish eng kam afzal ko'riladi. 5% hammasidan kam. Demak, D variant to'g'ri. 13. Finish it fe'l 3. Must have dan keyin fe'l 3 keladi, to'g'ri. Should have dan keyin fe'l 3 keladi, to'g'ri. Ought to dan keyin fe'l 1 keladi, xato. Might dan keyin fe'l 1 keladi, xato. To'g'ri javob A bilan B qoldi. Ana endi kuchlilik jihatdan oladigan bo'lsak, e'tibor qilamiz.
massive fe'l uchda ish harakat to'la to'kis bajarilgan bo'ladi. Shu fe'l uchda qilishi kerak bo'lgan, lekin hali qilmaganligini bildiradi. Bu yerda aytayaptiki, sababini keltirib qo'yibdi. U buni ustida bir necha haftadan beri ishlayapti. Demakki, tugatgan bo'lsa kerak. Hozirgacha tugatgan bo'lsa kerak. To'g'ri javob A variant bo'ladi. Ya'ni bu yerda ish harakatning tugatilganligiga urg'u beriladi. Ya'ni qilinish kerak bo'lib maslahat berilgani, lekin qolib ketganligiga emas. B variantda shunday ma'no borda. Shu fe'l uchda qilinish kerak bo'lgan, ya'ni maslahat shunday ya'ni qilinishi maslahat berilgani, lekin qilinmagan ish harakatni ifodalaydi. 14 bay bor bo'lgandan keyin kelasi zamon mana bu 2050 borligini hisobiga will belgilaymiz. Hamma gapda will bor. Bay bor joyda har doim have ishlatiladi. Qarang. Willdan keyin have to'g'ri. Willdan keyin had kelmaydi, chunki willdan keyin fe'l bir kelishi kerak, xato. Willdan keyin has fe'l qo'shimcha olmaydi. Willdan keyin be'ni turishi to'g'ri. Lekin B dan keyin kelgan fe'l uch shaklda bo'lishi kerak. Overtaken bo'lsa to'g'ri edi. Lekin by 2050 borligini hisobiga will have overtaken bo'ladi. To'g'ri javob A variant. 15. Oxiri bilan tugaydigan so'zlarning ko'pligi qo'shimcha A ga o'zgaradi. Masalan, qarang. Bu yerda o'zi so'z bacterium. Ko'plikka aylantirsam men buni bakteriya deyman. Yoki datum so'zi bor. Ko'plikka aylantirsam data deyman. Aluminium bor. Aluminium so'zini xato yozaman har kim. Aluminium. Xato yozgan bo'lsam to'g'rilab keting. Har narsangizni yordamingiz bilan bilaylik. Alumin o'zbekchasi alyuminiyni qanday yozilishini. Oxiri bilan tugaganining hisobiga buning ham ko'pligi A ga o'zgaradi. A varianti bakteriya to'g'ri. B varianti hech qachon S qo'shilmaydi. C varianti S qo'shilmaydi. D varianti ham S qo'shilmaydi hech qachon. Bakteriyaning ko'pligi boshqacha yoziladi, S qo'shimchasiz. Had fe'l uch bor joyda would have fe'l uch bo'lishi kerak. Would have fe'l uch A variantda bor. O'ylab o'tirish kerak emas. 17. Uning ko'zlari qizarib ketgan, chunki u, ya'ni bu yerda ish harakatining natijasi bor. Endi bizga natija bo'ladigan zamon kerak. Ya'ni ish harakatining natijasi ma'lum bo'lgan zamonlar bu tugallangan zamonlar. A variant hozirgi zamon ketdi. Chunki u hozir oldin ham, hozir ham, keyin ham bo'layotgan ish harakatni bildiradi. Ma'no tushmaydi. D variant o'tgan zamon yig'ladi. To'g'ri kelmaydi. O'tgan zamonda ish harakatining natijasi muhim emas, ish harakatining vaqti va joyi muhim. Bizda B bilan C qoldi. Chunki u yig'layotgan edi bo'ladi va yig'layapti bo'ladi. To'g'ri javob C variant. Has been crying. Has cried ham bor. Bunda endi qanday deyishingiz mumkin? ing olgan shakl muhimroq, chunki fe'lning muddati muhim. Davomli ish harakatni ifodalovchi fe'l mavjud bo'lganligi sabab fe'l ing olgan shakl tanlanyapti. Asosan mana bu sabab natija bo'lgandan keyin S ustunlik qilib ketadi baribir. B dan ham ko'ra. Agar S bo'lmasagina B ni olamiz. Lekin B bilan C yonma-yon kelganda qolip jihatdan mana bu tugallangan davom zamoni olinadi. Tugallangan zamon ikkilamchi bo'lib qoladi. 18. Izoh definition toping ekan. Biron narsani aniqlashtirish yoki tushunishga osonroq qilish. Bu yerda confuse chalkashmoq degan. Chalkashmoq to'g'ri kelmaydi, aniqlashtirmaydi, u chalkashtiradi. Explain izohlamoq. Tushunishni osonlashtiradi, izohlash. Question savol, whisper pichirlamoq. To'g'ri javob B variant. Manzilni toping deyilibdi ekan. Biz mana bu strelkadamiz. Demak, qo'lcha bor mana. South Streetga tomon harakatlaning. Men yurdim, janubiy ko'chaga keldim. Turn right, o'ngga burilamiz. Burildim. Xo'p, aytayaptiki, o'ngga burilganimdan keyin junctiongacha yetib oling. Junction bu chorraha. Chorrahaga yetib keldim. You will see it on your left. Chap tomoningizda ko'rasiz uni deyapti. Chap tomonimda 3 bor. Shoshmayman, lekin oxirigacha o'qiyman. Ya'ni junctiondan o'tgandan keyin men junctiondan o'taman. Junctiondan o'tgandan keyin chap tomon belgilayman. 4 raqam bor bo'lgan javob A variant.
matnli testlarga to'xtalmaymiz odatga ko'ra. Grammatik testda tahlili mana shu yerda o'z yakuniga yetadi. Shunday qilib, video tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi va e'tiboringiz uchun rahmat. Agar videolar sizga manzur kelayotgan bo'lsa, onlayn kursda bundan-da ziyodani topishingiz mumkin va plus sizga grammatika kursi ham qo'shib beriladi. Ya'ni bu yerda aytilayotgan qoidalarni baribir ham o'rganish, bilish muhim-ku. Shunday ekan, test tahlili kursiga grammatika kursi qo'shilgan holatda sizga taqdim etiladi. Bu bizdan bonus. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr.